Jadidlar mavzusiga men 1985-yildan qiziqa boshlaganman. Lekin mundarijasida ularning maqolasi turibdi. Ichini ochib qarasangiz yirtib tashlanganlar. Hammasini qirqib, tozalab tashlashgan. Kerak bo'lsa, rasmda borlarini hatto rasmni ham ustidan manaqa siyohlab bo'yab qo'yilgan. U yoqda san'atni, musiqani nima aybi bor edi? Ildizlarini o'rganish ham hammaga ham yoqavermas ekan. U operalariga G'ulom Zafariyning asarlarini ko'raman, eshitaman deb odamlar haftalab очередda turishgan. Kolizeyning atrofida palatkali lagerlar tashkil bo'lib ketgan. Ya'ni navbat uchun haftalab poylab, o'zini galini poylab o'sha yerga kirish uchun. Lekin G'ulom Zafariyning o'sha asari hatto Germaniyada ham qo'yilgan. Germaniyada o'qiyotgan talabalar qo'ygan. Chunki jadidlarning birinchi qiladigan ishi san'atni, muzikani mana shunaqa narsalardan tozalash. Mana o'sha 19-yil, 20-yillardagi matbuotda men masalan o'zim uchratganman. Hamza operani ustida ishlayapti. Fitrat opera librettosi yozyapti degan ma'lumotlar berib turilgan. Yig'lab aytilgan qo'shiq orqasida shu qadar fojia borki, uni yig'lab tinglash kerak. Ana bilsa eshitadi. Tushunsa ko'radi. İlk orkestrlar mana jadidlarni tashabbusi bilan tashkil qilinadi. Kutubxonaga olib kirib, mana senga klavir deb bersa, voy deb boshim ushab qoldi. Nimaga desa, 39-yilda chiqqan kitob. Bu kitobni muzeyda saqlash kerak va bu kitobni perchatkalar kiyib ochish kerak. Bu sizlar nima qilib bunaqa o'zingizlar tarixingizga munosabatinglar bunaqa deb bizani ko'ydi ham yosh bola. Assalomu alaykum, qadrli kuzatuvchilar. Bugun biz suhbatimizni odatdagidan boshqacharoq mavzuga murojaat etish bilan boshlaymiz. Millat oydinlari Fitrat, Cho'lpon, G'ulom Zafariy, Behbudiylarni siz shoirlik, yozuvchilik, xalq erki yo'lidagi tashabbuslari bilan yaxshi taniysiz. Ammo ularning musiqa va san'at yo'lidagi jonkuyarliklari, fidokorliklari ko'pchilikka ma'lum emas. Ana shunday noyob ma'lumotlar, nodir fikrlar bilan o'rtoqlashish uchun, suhbatlashish uchun bugun O'zbekiston Davlat konservatoriyasi professori, O'zbekiston bastakorlari va kompozitorlari uyushmasi a'zosi, musiqashunos Qosimxo'jayev va Saida Botirovna bilan suhbat olib boramiz. Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. O'zbekistonda jadidlar mavzusiga ilk bora murojaat qilgan musiqashunossiz. Keling suhbatimizni mana shu jadidlar mavzusiga murojaat etgan davrlaringizdan boshlasak. Ya'ni o'sha davrda jadidlarga munosabat qanday edi va bu mavzu sizni nimasi bilan o'ziga torta oldi? Jadidlar mavzusiga men 1985-yildan boshlab qiziqa boshlaganman. O'sha paytda konservatoriyada tahsil olayotgan paytimda ustozim To'xtasin Batirji G'ofurbekov menga Fitrat, G'ulom Zafariy mavzuni yozdirganlar-da, mana shu mualliflarni toping. Ularni qilgan ishlarini bilan qiziqib ko'ring deb menga diplom ishimni yo'naltirganlar. Men o'zi pianinochiman. Bu mualliflarni To'xtasin Batirjdan ochiqni aytaman, birinchi marta eshitganman. Va shunga qiziqib, ana o'shanda ilk bor Navoiy bibliotekasiga borganman. Borsam bibliotekada bu narsalar yo'q. Keyin aytishganki, bu agarda mualliflarni konservatoriyadan xat olib keling, ruxsat. Sizga ruxsat berishadimi, qo'lingizga berishga 20-30-yil gazeta jurnallarini deyishgan. Keyin albatta rasmiyatchilik mana o'sha xatlarni olib borganman va arxivga yo'l olganman. Demak, ilk bor bu mualliflarni qidirganimda shu narsaga duch kelganmanki, gazeta jurnallar bor. 20-yilda, 10-yildan boshlab chiqqan gazeta jurnallar, o'sha Oyna, Ishtirokiyun, Qizil O'zbekiston va hokazo gazeta jurnallar bor, lekin mundarijasida ularning maqolasi turibdi. İçini ochib qarasangiz yirtib tashlangan. Ko'pgina jurnallar yaxshilab ishlov berilgan bo'lgan. Ya'ni redaktorlar ishlab hammasini qirqib, tozalab tashlashgan. Kerak bo'lsa, rasmda borlarini hatto rasmni ham ustidan manaqa siyohlab bo'yab qo'yilgan. Jadidlarnikini Aynan mana shu mualliflarnikini. Ya'ni Behbudiy, Avloniy, Fitrat, Cho'lpon, G'ulom Zafariy mundarijada yozib olgan, konspektga yozib olganlarimni keyinchalik mana kitoblar palatasini arxividan. Mana men yonimizdagi Navoiy muzeyi bor-ku, o'sha ham biblioteka bor, kutubxonasi bor.
o'tdan ham topib olganman. Ya'ni ko'pchilik kirmaydigan kutubxonalarda ozgina bo'lsa ham saqlanib qolgan o'sha yillarda. Ularni qirqishga ulgurishmagan. Ulgurishmagan yoki shu mashina ishlamagan. Buni ustida u kutubxonada Navoiy bibliotekasi, Navoiy kutubxonasida aynan kimdir ustida o'tirib har bitta jurnalni qarab tozalab chiqqan. U yerda kimdir ish olib borgan. Lekin mana bu kutubxonalarda keyin yana bitta kutubxona qiziqarli. Eski shahardagi birinchi jadidlar ochgan kutubxona, ya'ni birinchi raqamli kutubxona bo'lgan bizda 85-86-yillarda o'sha eski shahar bozorining markazida. Hozir mana ovqatli sotadigan bor-ku anaqa. Ana o'sha yerda sal berirog'ida hali eski imoratlar bor edi. Ana o'sha yerda kutubxona bor edi o'sha paytda. Ana o'sha yerdan ham ko'p narsa topganman. Men o'zi o'sha 86-yilda eski shaharga borib o'sha ovqatlarni sotadigan joydan borib kutubxona qani desa menga hammamdan qarashgan edi. Nima qidiryapti bu yerda? deb kulgili ham bo'lgan-ku, lekin shunda o'shani orqasida kutubxona bor ekan. Ana o'sha yerda ham ko'p narsa topilgan. Ya'ni aytibman, anaqa Navoiy bibliotekasi markaz bo'lgani uchun bu yerda tekshiruv kuchliroq bo'lgan. Har holda men bu chetdagi anaqalarda, kutubxonalarda ko'pgina material bor saqlanib qolgan edi o'sha paytda. E'tiborsizroq qolgan. E'tibordan sal chetda qolgan. Undan tashqari ularni ko'pchiligi arab imlosida bo'lgani, balkim ko'pchilik tishi ham o'tmagan o'sha tekshiruvchilarni. Anaqa degani lotinchada yozilgan, keyinchalik umuman kirilchaga o'tkazilganlari lekin yaxshilab qirqib tashlangan. Shu narsalari ham bor. Mana shu qaychida qirqib olib tashlangan. O'zimga daftarimga yozib olardim-da, Navoiy bibliotekasidan topilmagandan keyin men bu haligi arxivga, u ham bir to'da rasmiyatchilik bilan ruxsatlarni olib o'tga kirganman. O'tdan qidirib ko'rganman. O'tda topilmaganini ish qilib, mana shu Toshkentda bor yo'q nechta arxiv bo'lsa, mana Kitoblar palatasi, Akademiya nauk kutubxonasini arxivlaridan ish qilib amallab diplom ishi uchun qanchadir maqolalar to'play olib yig'ganman. Keyinchalik bu mavzuga shunchalik qiziqib ketganmanki, chunki bu maqolalarni topganingizdan keyin ularni o'qib ko'rganingizda ulardagi fikrlar, teran fikrlar, ulardagi yozilgan haqiqat eng muhimi bugungi kungacha dolzarbligi odamni qiziqtirib ko'rgan va men bu mavzuni davom ettirishga o'zimga ahd qilganman. Keyinchalik aspiranturaga kirib, yanada mavzuni davom ettirib, keyinchalik o'sha kitoblarni ham topishga muvaffaq bo'lganman. Mana o'sha Fitrat o'zbek klassik muzikasi va uning tarixi kitobini o'zim tarjima qilganman. U albatta o'zbek tilida yozilgan, lekin arab imlosida. Demak, o'zbek tiliga bugungi kunga transliteratsiya qilganman. Keyinchalik yana undan oldin yozilgan 25-yilda yozilgan o'sha Xorazm tarixchasi Bekjon o'g'lim bilan Matyusuf Xaratovning kitobini hozirgi yozuvga transliteratsiya qilib, keyin dissertatsiyam yanada kengroq, yanada chuqurroq bo'lgan. Eng muhimi shundaki, bu mavzuga qiziqqan odam albatta yangi dunyoni ochgandek bo'ladi. Chunki bu odamlarning fikrlari, bu odamlarning ilgari surgan g'oyalari o'ylaymanki, hali bugungi kunda ham dolzarb, hali kelajakda ham bizga bir yo'lchi yulduz bo'lib xizmat qila oladi. Jadidlarni musiqaga, o'zbek musiqasi san'atiga qo'shgan hissalariga to'xtaladigan bo'lsak, ular o'sha davrda o'zbek musiqasini isloh qilishlariga, qaytadan yangilashlariga ehtiyojlarining tug'ilishi sababi nimada edi asli? Jadidlar ma'rifatga chorlashgan, ommani ongini, bilimini kengaytirishga harakat qilishgan. Bu masalalar bevosita muzikaga aloqasi bor. Sababi shundaki, 19-asr oxiri 20-asrlarning boshiga kelib, muzika san'atida ham, umuman o'zi aytganda san'atda ham O'rta Osiyo deymiz, Turkiston deymiz, bu yerda bir qanaqadir inqiroz yuzaga kelgan. Sababi shundaki, mana masalan, ana o'sha davrni ko'rgan, bevosita shu yerga kelgan Zaki Validi To'g'on, buyuk turkolog, bashkir olimi, shu yozadiki, Turkistonda jamiyat ikkiga ajralib qolgan. Jamiyat o'zi erkaklarniki, ayollar hammasi ichkarida. Bu yana Validi To'g'onning so'zini iqtibos keltiraman. Parvardigor insonni ayol kishi va erkak kishi qilib yaratgan. Ular doim birga bo'lishi kerak. Lekin mamlakat jamiyat bo'linib ketgandan keyin tabiatga zid bo'ladigan urf-odatlar ildiz otib ketadi. Va mana shu O'rta Osiyoning misolida shu narsani keltirgan. Ya'ni deyarli mana erkaklarning jamiyati devomimiz. Erkaklarning jamiyati, ayollar yo'q. Lekin
san'atga bo'lgan qiziqish, go'zallikka bo'lgan qiziqish, nazokatga bo'lgan qiziqish hech qayerga ketmaydi. Lekin ayollar bo'lmagandan keyin shu o'rinni, shu boshliqni boshqa narsalar egallaydi. Mana shuning uchun san'atda bachalar ko'payib ketgan. Mana Validiy Tog'ani yozish bo'yicha Toshkentning deyarli har bitta choyxonasida o'zini bachasi bo'lgan. Har bitta choyxonada muzika chalingan va haligilar raqsga tushishgan. Shu narsaga olib kelganki, mana ruslar bosib kelgandan keyin Yevropada, mana O'rta Osiyoda qon to'kilyapti, ruslar nima deydi, qaltis harakatlar qilishyapti, odamlarni qirilib ketyapti degan fikrlar gazeta, jurnallarda chiqqan. Shunda rus siyosati, rus amaldorlari mana shu yerda butun choyxonadan mana shu bachalarni yig'ib 1902-yilda Parijda o'tgan yarmarkada o'shalarni olib borib ko'rsatishgan. Mana O'rta Osiyoning ahvolini ko'ringlar. Haligi bo'tdan borgan bachalar bizga ko'rishyapti, bizani eshitishyapti deb berilib raqsga tushib hunarlarini qilishgan, lekin shu mana O'rta Osiyoni sharmanda ham qilgan. Jadidlar shu narsani ko'rgan. Mana shu narsalardan qutulishga harakat qilishgan. Bu erkaklar jamiyati davomida, ichkarida ayollar jamiyati nima bo'lgan? Ayollarda ham ichkari ayollarning bazmlari bo'lgan. Ayollarning ham erkaklarga bo'lgan qiziqishi tabiatan qiziqishi hech qayerga yo'q bo'lmaydi. Shuning uchun o'tda bu o'rinni yallachilar bosgan. Ya'ni egallagan. Yallachilar kim? O'sha ashula aytadigan ayollar. Ular erkaklarning to'ppisini kiygan. Erkaklarni belbog'ini bog'lagan, erkaklarga o'xshab childirma chalib, o'sha keskin hazillar, qaltis hazillar qilib, erkaklarning energetikasini aytadi-yu, anaqasini o'zidan chiqazib harakatlar qilib, shu o'rinni bosishgan. Ya'ni mana shunaqa jamiyatda ajralib ketishi, mana shunaqa noxush hollarga olib kelgan. Natijada bu muzikaga ta'sir qilgan. Ya'ni muzika, ko'ryapmizmi, muzika san'ati mana shular bilan bog'lanib qolgan. O'ylaymanki, shuni qaysidir uzoqdagi bir aks sadosi hali ham bor. Bir-bir ham yallachi deganda unaqa hurmatli so'z emas. Lekin buni ildizi ana o'sha 20-asr boshlarida mana shunaqa urf-odatlar bilan, ya'ni eskilik qoldiqlari bilan bog'liq. Shuning uchun jadidlarning birinchi qiladigan ishi san'atni, muzikani mana shunaqa narsalardan tozalash bo'lgan. O'sha davr gazeta, jurnallarini ko'radigan bo'lsangiz, mana Fitratda ham bor, G'ulom Zafariyda ham bor, hammasida bor. Bu narsa Sanoy Nafisa degan maqolalar yozishgan. Ya'ni ular muzikani, san'atni mana shu narsadan tozalab, bu san'at, bu tozalik, bu eng yuqori his-tuyg'ularni belgilab beradigan, tasvirlaydigan bir ilohiy kuch degan mavzuda asarlar yozishgan. Ya'ni ular tozalashga harakat qilishgan va amaliyotda esa bu fikrni tozalashga. Amaliyotda esa ularning ilk birinchi talabi jamiyatda erkaklar va ayollar doim birga bo'lish kerak degan. Erkaklar va ayollar san'atni birgalikda tomosha qilish kerak deyishgan. Mana shuning uchun demak muzikani, o'zbek muzikasini sahnaga olib chiqish kerak degan fikr ilgari surilgan. Ya'ni sahnada tomosha qilish kerak. U keyinchalik Ziyo Said fikri bor. Sahnaga olib chiqish uchun, dunyoga targ'ib qilish uchun bizga bitta so'z kamlik qiladi deganlar va shunning orqasida masalan G'ulom Zafariy musiqachilik to'dalarini tashkil qila boshlashgan. Ya'ni ilk orkestrlar mana jadidlarning tashabbusi bilan tashkil qilingan. G'ulom Zafariyni bu yo'ldagi tashabbuslari haqida hozir gapirib o'tdingiz. Ko'pchilik uchun bu yangilik bo'lsa kerak menimcha. Bilamizki, Fitrat ham bu yo'lda bu g'oyalarni ilgari surishda G'ulom Zafariydan hech qolishmagan. Ya'ni o'sha shashmaqomni notaga oldirish harakatlari, tashabbuslari deymizmi? Endi bu yog'ini o'zingizdan eshitsak mutaxassis sifatida. Jadidlar, mana aytasiz, Fitrat, bular ko'pchilik o'zi Elbek, Ziyo Said, G'ulom Zafariy, demak Cho'lpon, mana muzikamizni yozib olishgan, muzikamizni saqlab qolishgan. Juda ham ko'p harakat qilishgan. 20-yillarda mana bularni bevosita sa'y harakatlari bilan Farg'ona vodiysiga, Xorazmga ekspeditsiyalar uyushtirilgan. Va bu ekspeditsiyalarda ular borib yozib olishga, qo'shiqlarni, o'sha anaqa folklor namunalarini yozib olishga harakat qilishgan. Lekin men afsuski, nota yozuvini bilishmagandan keyin faqatgina she'riy matnlarini yozib olishga kuchi yetgan. Va shundan keyin Fitratda mana maqolasi bor. Shunda maqolada oxirida fikr beradiki, muzikamizni saqlab qolishga Yevropa bilimisiz ojiz ekanmiz deydi.
chunki ana o'sha ekspeditsiyalar natijasida Elbekka el qo'shiqlari to'plami chiqqan, yana qo'shiqlar to'plamlari chiqqan, lekin hammasi faqatgina matn, she'riy matn. Undan tashqari ana o'sha undan sal oldinroq ham bu 20-yillar haqida gap ketyapti. 10-15-yillarda hislatni bayozlar to'plamlari ko'p chiqqan. Bayozlar ham she'riy matn. Ya'ni bu narsa bizada bo'lgan. Harakat qilib ham shundan keyingi qadamni qo'yisha olmagan. Ya'ni she'riy matnlar. Bo'lmasam o'zi she'riy to'plamlar bor, lekin bu bevosita maqomlarni she'rlari. Maqomlar bilan bog'liq bo'lgan matnlar. Shundan keyin ular Yevropa olimlarini taklif qilishga razm qilishgan va Yevropa olimlari bilan birgalikda ekspeditsiyalar uyushtirishgan. Mana o'sha Farg'ona vodiysiga Mironov, Romanovskiylar borib, o'zbek folklorini notaga tushirishgan. Bevosita Fitratni tashabbusi bilan Viktor Aleksandrovich Uspenskiy Shashmaqomni nota yozuviga tushirgan. Mana o'sha narsa keyin Moskvada nashr etilgan. U ko'pincha gapirishadi, nimaga o'sha Uspenskiy yozgan matnda she'r yo'q, she'riy matni yo'q deydi. O'ylaymanki, bu yerdagi vaziyatni bilgan odam bunaqa savol bermaydi. Chunki o'sha nota yozib olish bu eng dolzarb mavzu bo'lib turgan. Chunki she'riy matnlar juda ham ko'p. Nashr qilingan, o'sha bayoz shaklida yozilganlar nihoyatda ko'p bo'lgandan keyin hech bo'lmasa 10 notasini yozib olaylik degan niyat bo'lgan bo'lsa kerak degan fikrdaman men. Yana bitta qiziqarli tarafi borki, bu yozib olish, lekin uni ikkinchi qadami ijro etish. Ijro masalalari ham. Ana yozib olgandan keyin uni demak sahnaga olib chiqish. Professional sahnaga olib chiqish. Bu yerda ham boya aytganimizdek G'ulom Zafariylarni ham, demak Fitratni ham albatta tashabbusi katta. Fitratni Buxoroda o'zi musiqa maktabi tashkil etgani va u yerda sozanda, xonandalarni, maqomchilarni yig'ib beminnat dars o'tgani, aholiga musiqani o'rgata boshlaganliklari haqidagi ma'lumotlarga o'tsak. Hozir hamma gapirilayotgan narsalar demak o'sha haligi yozib olish, o'rganish albatta kadrlar bilan bog'liq. Ya'ni uni amalga oshiradigan mutaxassislar kerak. Faqat o'sha yevropalik olimlarga bog'lanib qolish kamlik qiladi. O'zimizni shu mutaxassislarni yetishtiraylik degan maqsad bu ikkinchi qo'yilgan maqsad bo'lgan. Shuning uchun 1918-yilda mana Toshkentda konservatoriya ochilganda bu ozgina faqat yevropaliklarga mo'ljallangan bo'lgan. U yerda o'sha solfejo, garmoniya, nota yozuvi o'zingiz bilasiz, hammasi o'qitilgan. Lekin yerli aholi bundan chetda qolgan. Shuning uchun 19-yilda Eski shaharda, ya'ni qaytamiz o'sha Eski shahar markazida Milliy universitet, hozir Milliy universitet deyildi, o'sha paytdagi Dorul Fununning qoshida Eski shahar konservatoriyasining filiali ochilgan 19-yilda. Ana u keyinchalik Sharq muzika maktabi degan nom olgan. Ana shu maktabda demak maqom ustalari maqomdan dars olib borishgan, shogirdlarni yig'ib taklif qilingan olimlar, o'sha ham Uspenskiy, o'sha ham Mironovlar, demak solfejo, garmoniya, ya'ni nota yozuvini o'rgatishgan. Dars ikkita parallel ravishda tashkil qilingan. Bu narsa shunchalik katta qiziqish uyg'otganki, talabalar ko'paygan va olimlarimiz mana shu jadidlar tomonidan shunaqa bir yaxshi kutib olinganki, bu narsa butun respublikaga tarqalgan. Va ikkinchi bo'lib ochilgan maktab Buxoroda ochilgan. Bu o'zi Fitrat mana shu yerdan anaqani o'rganib, Buxoroda 21-yilda Sharq muzika maktabini ochgan va o'tgan ham butun o'sha maqom ustalarini yiqqan, taklif qilgan va parallel ravishda Yevropacha nota yozuvini o'rgatish darslari bo'lib o'tgan. Va keyinchalik aytmoqman, Andijonda, Qo'qonda hamma yoqda bu maktablar ochilib ketgan. O'zingiz bilasiz, Sharqda maqom ustoz shogird yo'li bilan an'anasida davom etgan va eng muhimi og'zaki an'anada. Ya'ni nota yozuvi bo'lmagan. Shuning uchun hamma narsa faqat ustoz bilan bog'lanib qolgan. Ustozni bilimi shogirdlarga o'tgan. Lekin tizimli ravishda davlat darajasida bu narsa amalga oshirilmagan. Mana buni faqat jadidlar amalga oshirishgan, ya'ni dastur ishlab chiqilgan. Va bu dastur asosida butun respublikaga mana shu
namuna sifatida tarqatilgan. Bu albatta keyingi qadam bo'lgan. Lekin Fitrat bu narsa bilan ham chegaralamagan. U Buxoro Respublikasida madaniyat vaziri bo'lgan paytida u nota yozuvini faqat yoshlar o'rganmasin, kerak bo'lsa o'sha ustozlar ham o'rgansin deb, demak Buxoro maqom ustalarini yig'ib Moskvaga o'qishga stajirovkaga yuborgan. O'z yonidan yuborganda hamma xarajatlarni ham to'lagan. Lekin keyinchalik o'zingiz bilasiz, Fitratlarni fikrlari, qoralarni bularni taqib boshlangandan keyin ularni boshlagan ishlari ham hammasi chala qolib ketgan. Qoralangan, bu narsa ham qoralangan. Yaxshi qilingan ishlar ham hammasi qoralab to'xtatib qo'yilgan. Lekin shu o'rinda savol tug'iladi-da, ustoz. Xo'p, ularni jadidlarimizni erk yo'lidagi, ozodlik yo'lidagi tashabbuslari, harakatlari o'sha paytda ta'qib ostiga olingan, qoralangan. Lekin u yoqda san'atni, musiqani nima aybi bor edi? Uni ta'qib ostiga olishni, musiqani qoralashni mantig'i qayerda edi? Demak, bu yerda o'zi jadidlarni qoralashi mantig'i bu albatta katta siyosat. Bu siyosat haqida ko'p fikr bildirish mumkin. Lekin men o'zim mana shu bilan shug'ullanish jarayonida kerak bo'lsa o'sha qani ruslarning fikri qanaqa ekan deb aniq qilganda shu narsaga duch keldimki, rus davlatchiligida turklarni birligiga yo'l bermaslik degan fikr bor ekan. Ya'ni konsepsiyasining asosida hozir ruschada не допускать тюркского единения. Mana shu narsa bor ekan. Umuman hozir aytganda bu ham siyosiy narsa, bu meni fikrim. Rossiya tarixiga ko'radigan bo'lsak, o'sha markazlashgan davlat kuchli paytida turkologiya, ya'ni ilm sifatida turklarning tarixi o'z-o'zidan yo'q bo'lib ketadi. Bo'lmasa Rossiya o'zi sharqshunoslikni turklarni o'rganishdan boshlagan, turkologiyadan boshlagan. Ya'ni qo'ni qo'shnilarni o'rganishdan boshlagan va ruslarda eng katta olimlari bo'lgan turkologiya bo'yicha. Ana o'sha Smaylovich, Radulovlar bular hammasi turkologlar. Sharqshunoslik bo'yicha ham birinchi akademik bu Smaylovich, u turkolog. Lekin mana o'sha 38-yil qatag'onida, o'zi bu narsa 29-yil boshlangan. Qatag'onida bular ham hammasi yo'q qilingan. Ruslar o'zini olimlarini yo'q qilishdan boshlagan, ularning maktablari yo'q qilingan, olimlar, shogirdlar, institutlar hammasi tarqatib yo'q qilib yuborilgan, hatto oilalari bilan shahardan vyusoka qilib yuborishgan. Lekin sal erkinlik bo'lsa, yana ularda turkologlar paydo bo'ladi. Mana o'sha 85-86-yilda perestroyka, anaqa glasnost degan narsa paydo bo'lganda, mana Gumilov paydo bo'ldi, turkolog. Bo'lmasam butun umr uni ham har holda otib tashlashmagan, qamashmagan, ta'qib ostiga olingan. Ya'ni aytmoqchimanki, bu katta siyosat. Demak, muzikaga qaytadigan bo'lsak, mana Fitratni ham o'sha kitobini ochsangiz, o'zbek klassik muzikasi va uning tarixi kitobini boshida turibdi. Turk muzikasining ildizlari qani deb qo'ygan savol. Turk muzikasini. Bu yerda ham turk so'zi nimaga ishlatilyapti? Ya'ni bu ham aytmoqman, siyosatga aloqador. Mana bizani hozir o'zbek deb atalishimiz. Bu o'sha 20-yillarda mana O'zbekiston Respublikasi tashkil qilinishi bilan bog'liq. Jadidlarni o'qisangiz, hech qaysinisida o'zbek so'zi ishlatilmaydi, doimo turk so'zi ishlatiladi. Ya'ni o'zi millati turk deyilgan. Turkiy. Ana o'sha 20-yillardan keyin o'zbek so'zi kiritilgandan keyin, millatimiz o'zbek deb atalgandan keyin ham baribir jadidlar shu yangi so'zni ishlatib bo'lsa ham o'zbeklarni o'rganish qo'mitasi deb ish olib borishgan. Mana kitoblarni oling, 20-yillarda o'zbek tilida chiqqan kitoblarni hammasida o'zbeklarni o'rganish qo'mitasi, ya'ni o'zini o'zi o'rganish hali ham ko'ndalang bo'lib turgan. Fitrat kitobida ham mana shu so'z turibdi, eng boshida. Turk muzikasining ildizlari qani? Turk muzikasi. Mana hozir aytamiz maqomlar, u aytganki arab Erondan kelgan, g'oyasi arab Erondan kelgan, lekin baram ildizi qani degan fikri va shuni olib keladiki, kitobning maqsadi va oxirgi xulosasi shunda bo'lganki, albatta g'oyalar diniy kelgan, g'oyalar kelgan, lekin muzikani o'zi mana shu yerda mavjud bo'lgan qadimiy turkiy muzika bilan uyg'unlashib ketgan degan xulosaga keladi. Ya'ni qadimiy o'zimizning musiqamiz bilan demak yangi mavzular birgalikda uyg'unlashib, mana shu Shashmaqom majmuasi tashkil qilingan degan fikr ilgari surilgan. Shuning uchun Buxoro Shashmaqomini Fitrat
o'zbek klassik muzikasi va uning tarixi deb ataydi. Ya'ni o'zbek klassik, o'zbek mumtoz muzikasi deb fikr bildiradi. Shuning uchun bu ta'qib ostiga olingan. Ko'rib turibsizki, bu yerda o'zini o'rganish, o'zini ildizlarini o'rganish ham hammaga ham yoqavermas ekan. Shunda turk musiqasini ildizlarini Shashmaqomga borib taqaladi degan. Yo'q, Shashmaqom qadimiy turkiy muzikasi bilan uyg'unlashib ketgan degan. Ya'ni ildizi o'zi turkiy muzikasi degan. Unga yangi fikrlar, ya'ni diniy, o'sha islomiy fikrlar bilan uyg'unlikda yuzaga kelgan degan fikrni Fitrat ilgari surgan. Bu Ya'ni savol- tegida bor shu turkiy qadimiy turkiy muzikasi bor degan fikr bor. Bu savol o'zim uchun bizda darsda o'tganda Shashmaqom ko'proq shu Eron, Ozarbayjon musiqalaridan namuna andoza olgan sifatida bizda shakllanganligi haqida o'tgan. Yo'q, bu murakkab narsaki, albatta mana islom dini bor davlatlarda mana shu an'ana bor. Ya'ni maqom an'anasi bor. Masalan, Eronda mayli dastgoh desin, Ozarbayjonlargina boshqacharoq qilib mugam deysin, biza maqom deymiz. Nima deb aytilishidan qat'iy nazar, mana shu fikr, g'oya, ya'ni umumiyligi bor. Demak, mana diniy mavzu bilan g'oya bilan bu birlashadi. Lekin har bitta millat uni ichiga o'zini kuy ohanglarini kiritadi. Albatta kuy ohanglar, albatta g'oya bitta. Kuy ohang baribir ham yerli aholi o'zinikini kiritadi. Chunki sizni men majbur qiling, siz birovni musiqiy ohanglarini eshitmaysiz. O'zingizniki sizga yaqinroq bo'ladi. Singiydi. Ha. Shuning uchun baribir ham mana shu yerga aholini kuy ohanglarini olinadi. Keyin musiqachilik kim? U ham chet eldan taklif qilingan musiqachi emas-ku, Arabdan, Erondan taklif qilingan musiqachilar emas-ku, o'zimizning xalqdan chiqqan musiqa ustozlari. Demak, o'zini fikrlashini, o'zini eshitganini, bolalikdan ichiga kirgan ohanglarni shu yangi anaqaga kiritadi va borgan sari milliylashib ketaveradi. Takomillashib, albatta, ya'ni baribir musiqa shunaqa narsaki, xolimizmi yo'qmi tomoshabinga moslashtiriladi. Ha, men tanqidiy yondashsak ham baribir eshitadigan kim? Oxirgi nuqta kimda? Tomoshabinda. Mana Fitrat o'sha kitobida ham shu fikr bor. Qadimiy turkiy muzikaning ildizlari hammasi maqomi ichida turibdi degan fikr bor. Fitratgacha bo'lgan o'zbek musiqashunosligi, turkiy millatlarning musiqashunosligi qanaqa darajada edi? Bilamizki, allomalarimizni ham bu borada yetarlicha risolalari, ilmiy yondashuvlari mavjud, lekin u qadar ochib berilmagan bizda hozirga qadar. Farobiyni musiqa haqidagi risolalar deymizmi yoki Ibn Sinoda ham shu mavzuda bir qancha maqolalar, risolalarni ko'rish mumkin. Bilamizki, Fitratni o'zbek musiqashunosligini tamal toshini qo'yganlardan deya e'tirof etiladi. Bunga sabab nima? Umuman sharhga oladigan bo'lsak, muzika san'ati doimo ilm bilan birga rivojlangan. Farabiy, Ibn Sino, yana davom ettirish mumkin ularni Marog'iy, Kafkabiy va hokazo. Ya'ni buyuk olimlarimiz borki, ular muzikani ilmiy o'rganib, u haqida batafsil, demak, tadqiqotlar qilib kelishgan va bizgacha bu tadqiqotlar yetib kelgan. Lekin shuni ham aytish kerakki, mana o'sha Farabiy, Ibn Sino paytlarida ularni qo'lyozmalarini, ularni o'sha traktat deymiz, manbalarini oladigan bo'lsak, ularda aniqlik ko'p. Ya'ni konkretni aniq fikrlar bayon etilgan. Mana o'sha muzikani tovush qatorlari haqida, o'lchamlari haqida aniq fikrlar etib kelishgan. Lekin shuni ham aytish kerakki, 19-asrga kelib, 18-asr oxiri, 19-asrga kelib, ilmiy rivojlanishda ham sxolastika deyiladi ilmda. Ya'ni aniqlik emas, birovni fikridan fikr olish. Ya'ni boshqa quruq gap safsataga berilib ketish ko'zga tashlanadi. Hatto jadidlarga qarshi chiqqanlarni ham maqolalarini ko'radigan bo'lsak, ularda aniq fikr emasdi. Mana masalan, muzika islom dinida gunohmi, gunoh emasmi degan mavzudan chetga chiqishmagan. Bahslar, faqat mana shunaqa bahslar. Aniq fikrini ayt o'zingizni fikringiz nima desa yo'q. Mana hadisda, mana bu hadisda mana bunaqa fikr aytilganki, gunoh ekan. Ikkinchisi aytganki, yo'q, mana bu hadisda bunaqa aytilgan, demak gunoh emas ekan deb. Ya'ni o'zini fikri yo'q,
konkretni faktga tayanish yo'qda, sxolastik yondashuv. Muzikaga nisbatan ham faqat gunohmi, gunoh emasmi? Undan nariga chiqilmagan. Mana shuning uchun jadidlarning fikri umuman yangi sahifa ochgan, ya'ni konkret aniq faktlarga tayyorlangan. Mana o'sha G'ulom Zafariyning maqolalarida ham, Cho'lponning maqolalarida ham, o'sha Fitrat maqolalar kitoblarida ham mana musiqa va musiqa haqida fikr. Unaqa kim nima degan, gunohmi, gunoh emasmi demasdan, mana muzikani fakt bilan ishlashgan. Mana faktni berishganda o'zini xulosasini bergan. Mana shuning uchun bular mutlaqo ilmni yangi bir pog'onaga olib chiqishgan. O'sha inqirozga yuz tutgan musiqa ilmini ilm sifatida yangitdan yaratishgan. Fitrat o'zini Yevropa olimlari bilan yaqindan tanish bo'lganda, shuning uchun yo'q, men musiqashunos emasman deb hatto kitobida ham ming bor uzr qilgandek bo'lib, keyinchalik faqat shu musiqa haqida fikrlarini bayon etadi. Lekin kitobni o'zida ko'rsangiz, Fitrat o'sha Farobiylarni ham, Ibn Sinolarni ham, Kafkabilarni ham asarlaridan tanish ekanligi, ularni yaxshi puxta bilganligi shunda aniq sezilib turadi. Shunday ham bo'lsa, uncha bilmayman deb haliga nima deydi, kechirim so'raganda kamtarlik qiladi. Shunday ham bo'lsa, men ular ta'qib qilindi, nomlari o'chib ketgan bo'lsa ham, baribir ularni qilgan ishi yo'q bo'lib ketgani yo'q. Mana masalan o'sha maktablar haqida gapirdik, mana 19-yilda Buxoroda ochildi dedik. Keyin butun respublika bo'yicha ochildi o'sha sharq muzika maktablari. Uni ham davomi bo'lgan. 28-yilda Samarqandda institut ochilgan. Ya'ni bu maktab bo'lsa, keyingi pog'onasi ochilgan. Ya'ni yuqori pog'onasi ochilgan. O'sha keyinchalik mana Toshkentga ko'chib san'atshunoslik ilmiy tadqiqot instituti bo'lgan. Institut 28-yilda Samarqandda ochilgan va u yerda Yunus Rajabiy, Liviyev, ko'pgina keyinchalik bizada mashhur olim, kompozitor bo'lgan odamlar ana o'sha yerda o'qigan. O'ylaymanki, ular nomini yetmasa ham ana o'shalarning fikrlarini davom ettirishgan. Shuning uchun 60-yillarda sal bo'lsa ham ozodlik shabodasi esa boshlaganda Yunus Rajabiyni kitoblari paydo bo'ldi. Shu shash maqomni ansamblini tashkil qilish imkoniyati paydo bo'ldi. 50-yillarda bunaqa narsa yo'q edi. Bu yerda ham o'sha Fitratlarning xizmati turibdi. Chunki bu ularning fikrini davomchilari, ularning shogirdlari. Shu jadidlarni shu tashabbuslari, javobgarliklar natijasida-ku. Ming qarshilik bo'lsa ham, ming o'zligini qatag'on qilishgan bo'lsa ham, baribir fikrlari bekik holda, yopiq holda ham baribir hayot bo'lgan, fikrlari kelgan. Jadidlarni musiqa yo'lidagi tashabbuslar natijasini hozir gapirib berib turibsizda. Biz darsda o'qigan paytimizda, konservatoriyada o'qiyotgan paytimizda birinchi o'zbek operasi sifatida Bo'ron bilan tanishganmiz. Lekin kuni kecha maqolangizda o'qib qoldimki, G'ulom Zafariy birinchi o'zbek musiqasini yozgan degan ma'lumotni o'qib hayratga tushdim to'g'risi. Yo, to'g'ri. Birinchi tan olingan opera 39-yilda, bu butun respublikada rasmiy tan olingan opera bu Asharfina Vasilenkani Bo'ron operasidir. Bu 39-yilda. Lekin matbuotda o'qiydigan bo'lsak, mana opera yozish g'oyasi 1910-15-yillardan boshlangan. Ya'ni jadidlardan boshlangan. O'zbek milliy, ya'ni opera yozish g'oyasi. Endi albatta ular opera deganda bugungi kundagi opera nazarda tutilmagan, lekin ularning fikri shu o'zbek muzikasini professional ravishda sahnaga olib chiqish va uni o'sha spektakl qilib, qiziqarli qilib, tomoshabob qilib tomoshabinga yetkazish. Mana shu narsa nazarda tutilgan. Shuning uchun mana o'sha 19-yil, 20-yillardagi matbuotda men masalan o'zim uchratganman, Hamza operani ustida ishlayapti, Fitrat opera librettosi yozyapti degan ma'lumotlar berib turilgan. Ya'ni opera yaratish kerak degan fikr nima deydi, kun tartibida turgan, dolzarb bo'lib turgan. Ular uchun mana shu aytibman, opera deb atashilgan. Va G'ulom Zafariy mana shunaqa asarlar yozganlar ham. Albatta u o'zini opera demagan, operacha degan yoki kichik opera degan sahnada spektakl qilib, musiqiy asar ijro etilgan. Mana o'sha Binafsha, Erk bolalari, bolalar degan asarlari mavjud bo'lgan.
va sahnaga olib chiqilgan. Mana Toshkentdagi birinchi shu opera sahnasi deyishimiz mumkin. Ana o'sha inqilobdan oldin qurilgan Kolizey teatri hozir birja bo'lgan. Ana o'sha yerda G'ulom Zafariyni operalari qo'yilgan. Va eng qizig'i shundaki, yerli aholi tomonidan bu juda ham katta qiziqish uyg'otgan. U operalariga G'ulom Zafariyni asarlarini ko'raman, eshitaman deb odamlar haftalab очередda turishgan. Haftalab. Mana o'sha butun respublikamizdan qo'shni davlatlardan ham odamlar kelib, mana o'sha Kolizeyni atrofida palatkali lagerlar tashkil bo'lib ketgan. Ya'ni navbat uchun haftalab poylab, o'zini galini poylab o'sha yerga kirish uchun. Chunki bu shunaqa bir yangilik bo'lganki, sahnada, opera sahnasida, ya'ni professional o'zbek muzikasi yangrayapti. Va o'ziga tanish urf-odatlar ko'ryapti, o'ziga tanish bo'lgan mavzularni ko'ryapti. Bu albatta yangilik bo'lgan. Demak, xalq shunga chanqoq bo'lib turgan, chanqoq bo'lgan, kerak bo'lgan. Shunga bunaqa qiziqish. Keyinchalik qaytarilmadi, ming afsuski. Keyinchalik qaytarilmadi bunaqa qiziqish. Lekin o'z paytida mana o'sha Maysaraning ishi operasi 50-60-yillarda o'sha Dilorom operalariga ham odam tushgan. Ya'ni opera teatrlari to'lib toshgan anaqaga. Lekin bunaqa palatkali lagerlar albatta bo'lmagan. Lekin G'ulom Zafariyning o'sha asari hatto Germaniyada ham qo'yilgan. Qaysi ma'noda mana o'sha bizani o'zbek muzikasini professional sahnaga olib chiqaylik, dunyo sahnasiga olib chiqaylik degan g'oyalar har holda amalga oshgan. Ya'ni ana o'sha yerda Germaniyada o'qiyotgan talabalar qo'ygan buni. O'zimizdan borgan talabalar o'zbek muzikasini tanishtirish uchun o'sha universitetda o'zligini kuylab, raqsga tushib, mana spektakl qilib qo'yib berishgan. Qanday qabul qilishgan? Juda ham anaqa katta qiziqish bilan qabul qilishgan. Va umuman aytishim mumkinki, endi Germaniyani o'ziga yarasha ilm nima deydi, an'analari borki, ular boshqa madaniyatga katta qiziqish ko'rsatishadi. Men bitta misol keltirishim mumkinki, mana 39-yilda mana esladingiz, haligi Bo'ron operasini biz tarix uchun gapirib o'tamiz, lekin mana uzoq emas, bir 10 yil oldin 14-yilda Germaniyadan bitta magistr keldi qiz. Bo'tga, mana ularda Milliy universitetida o'qirgan, bizga keldi, nimaga desa, mana o'sha O'zbekistonda birinchi operani haligi ko'rib chiqay, birinchi opera bilan tanishiy. Mana o'sha magistrlik dissertatsiyam o'sha Bo'ron operasi bo'yicha dedi. Xonaga olib kirib, mana senga klavir deb bersa, voy deb boshim ushab qoldi. Nimaga desa, 39-yilda chiqqan kitob. Bu kitobni muzeyda saqlash kerak va bu kitobni perchatkalar kiyib ochish kerak. Bu sizlar nima qilib bunaqa o'zingizlar tarixingizga munosabatinglar bunaqa deb bizani qo'ydi ham yosh bola. Nima, to'g'ri, ularda hamma narsa hurmatga, ayniqsa kitobga hurmat ularda juda ham katta. Shuni ham aytish kerakki, mana bugungi kunga qadar o'sha paytdagi gazetalarni yana qaytaraman naqladigan bo'lsak, fikrlar bo'lganki, bo'ldi, endi opera paydo bo'ldi, muzikali drama yo'q bo'lib ketadi, hamma narsa operaga o'tib ketadi degan fikr ham bo'lgan. Lekin mana bugungi kungacha parallel ravishda opera o'z yo'liga rivojlanyapti, muzikali drama o'z yo'liga. U aytish kerakki, respublikamizda muzikali dramaga qiziqish ko'proq ham, chunki opera teatrimiz mana bitta bo'lsa, hozirgi kungacha muzikali drama teatrlar butun respublika bo'yicha qancha ko'p. Kompozitorlarimiz ham opera albatta yozish murakkabroq, muzikali dramada ko'proq asarlar yaratishmoqda. Qabul qilish ham musiqali drama osonroq, hazmi yengilroq. Lekin o'ylaymanki, operani ham maromiga yetkazib yozilsa, tomoshabin tushadi. Uni o'sha anaqada yetkazishda gap qolgan. Undan tashqari targ'ibot masalasi ham, mana muzika tanqidchiligi ham bu yerda rol o'ynashi kerak. Chunki yana o'sha 20-yillarga qaytadigan bo'lsak, u yerda musiqa tanqidi nihoyatda jadallik bilan rivojlangan. Qaysi ma'noda? Mana nomlari zikr etilgan olimlarimiz hammasi avvalambor maqolalar yozishga usta bo'lishgan. O'zligi tashkil qilishgan gazeta, jurnallarni. Va o'zligi shunga maqolalar yozishgan. O'shani ichida o'sha muzikani targ'iboti bilan ham shug'ullanishgan. Mana o'sha yangi asarlarni ham imенно gazeta, jurnallar orqali targ'ibot qilishgan. Hozir bunaqa narsani ishlatmaysiz. Qaysi kompozitor nimani ustida ishlayotgani yaratgandan keyin ham, o'sha asar tayyor bo'lgandan keyin ham tomoshabin bilmaydi.
balki qiziqmas. Bu shuni aytyapman, hozir sal boshqacharoq. U paytda shu narsa bilan qiziqishgan, shuni targ'ibot ham qilishgan. Ular mana shu musiqa bilan deyarli professional shug'ullanishlariga nima turtki bo'lgan, nima sabab bo'lgan? Chunki ular to mana shu yerga professional musiqani olib kelib, rivojlantirgungacha, o'qitgungacha o'zlari qayerdadir o'rgangan bo'lishi kerak-ku. Yo'q, professional muzika deganda, o'sha kasbiy muzika deganimizda albatta aytdik, ustozlar bo'lgan. Muzikani bilimdonlari, ustoz shogird an'analari bo'lgan. Va bular shu narsadan boxabar bo'lishgan. Mana bitta yorqin misol Hamza. Hamza bastakor ham bo'lgan Hamza. U o'zi darslarda ham muzika orqali dars berish, faqat musiqiy dars emas, muzika fanidan dars emas, boshqa fanlarni ham muzika yordamida bergan degan ma'lumotlar bor va talabalar uni osonlikcha o'rgangan, ya'ni osonroq bo'lgan hazm qilishi. Yangi maktab, yangi anaqa. Mana o'zi jadidchilik ham o'sha maktab, yangi maktablar ochishdan boshlangan-ku. O'sha maktablarda ham musiqiy darslar berilgan. Musiqiy darslar. Mana shu haligi nomlari zikr etilayotgan odamlar, haligi olimlarimiz ham ko'pi muzikadan boxabar bo'lgan. Shuning uchun muzikaga hurmati ham yuqori bo'lgan. Endi hozir yangilik deydigan bo'lsak, muzikani bir yangi shakllari haqida gapiradigan bo'lsak, endi gap kelganda anaqa qilamiz. Ya'ni 20-asrda mutlaqo yangi fikrlar paydo bo'ldi. Ko'ryapsiz, yangi g'oyalar, yangi pog'ona ochildi. Mana shu yerda muzika ham, musiqiy til ham yangilandi desak, mubolag'a bo'lmaydi. Qaysi ma'noda? Mana masalan, mana aytiladi hozir mana ko'p ovozlilik, orkestr va hokazo ruslardan kirib keldi, Yevropaning ta'sirida keldi degan fikrlar ham bor hozir. Ya'ni bu bizaniki emas, bu chetdan keldi. Ya'ni temperirованный stroy deymiz, temperlashtirilgan tizim. Unda 1914-yilda Birinchi jahon urushi paytida Farg'ona vodiysida norozilik qo'shinlari yuzaga keladi. Ya'ni bir qator norozilik qo'shinlari yaratiladi. Bilasiz, o'sha yoshlarni Rossiyaga mardikorlikka olib ketayotganda onalar, ayollar temir yo'lga 5 bilan chiqib yotib olishib, yubormaslik uchun harakatlar bo'lgan. Bu keyin qo'zg'olonga ham olib kelgan. U qo'zg'olon shiddat bilan, katta qon bilan bosti qilingan. Ana shundan keyin qo'shinlar paydo bo'lgan. Lekin shu qo'shinlarni musiqiy matnini tekshiradigan bo'lsak, hammasi temperirованный stroyda, ya'ni temperlashtirilgan tizimda. Kim ularga olib kiradi? Kim qaysi yevropalik ularga yozib beradi? Ya'ni yangi fikr, o'sha norozilik fikrlari, yangilik fikrlari yangi musiqiy tilni ham talab etgan. Shuning uchun ana shu qo'shiqlarni keyinchalik bilasizlar, 70-80-yillarda Yalla ansambli o'sha turnalar uchsa qaraylik. Marg'ilonlarga qaralar. Bemalol gitarada ijro etishgan. Chunki shunda gitaraga ham tushadi, fortepianoga ham tushadi. Ya'ni musiqiy til yangilangan. Mana shu ma'noda Hamzani ijodi ham mana shunga yorqin misol. Hamzani hamma qo'shiqlari, marshlari hammasi temperirованный stroyda, ya'ni temperlashtirilgan tovush qatorda. Bu yangi fikr, yangi musiqiy tilni ham yangilab bergan. Shu qarg'alar uchsa qaraylikda. To'xtasin Baterovich darsda o'tganlarida bizda qo'shiqni tarixini va qo'shiqni mag'zini yaxshi bilmaslik shu qadar kuchliki deydi. Qarg'alar uchsa qaraylik qo'shig'i qo'yilganda o'ynaymiz, bizni xalqimiz o'yinga tushadi. Aslida u yig'lab aytilgan qo'shiq, orqasida shu qadar fojia borki, yig'lab tinglash kerak. Ana o'sha osib qo'yilgan haligi norozilikni bildirgan odamlarni o'sha boshini handalakka o'xshatib qiladi. Yana qo'shiqlar ko'p, Oqpodsho, Zolim podsho, poyezdini yurdirgan qo'shiqlarning nomi qattiq yerdan yumalab chiqqan boychechaga qilich bilan yordilar, anaqada ostilar. Bu hammasi o'sha qonli haligi qo'zg'olonni bostirilish bo'yicha. Hammasida fojia bular. Hammasi fojia, lekin o'sha aytani she'rini olib tashlab muzikasini o'zini tekshiradigan bo'lsangiz, hammasi yangi temperlashtirilgan tizimda. Bemalol pianinoda chalsa bo'ladi, bemalol orkestrda ijro etsa bo'ladi. Xalqi o'zi yuzaga keltirgan, ya'ni vaqt talab, zamon talabini, zamon muammosini jadidlik sezgan va shunga
javob qalamga hozirlashgan va shuni yechishga harakat qilishgan va mana aytyapman Hamzani shu musiqasini oladigan bo'lsak hammasi mana shu yangilangan musiqiy tilda. Cho'lponni bu borada qanaqa asarlari yoki harakatlari bor edi? Demak, Cho'lpon ko'proq musiqa tanqidchiligiga hissa qo'shgan muallifdir. Ya'ni o'sha teatr targ'iboti, musiqani targ'iboti. Shogirdim Muzaffar tarjima qildi. Cho'lponni haligi ustozlarga, ustoz va shogirdlarni an'anasini kitobi bo'lgan mana shuna. Ya'ni bu odam muzika masalalari bilan bevosita shug'ullanganlar, lekin ko'proq uni targ'iboti bilan shug'ullanganlar. Amaliyoti bilan emas. G'ulom Zafariylar o'sha 20-yillarda Xorazmga qilgan ekspeditsiyasida tambur chizig'i notasini topishgan. Lekin tambur chizig'ini paydo bo'lishi bu Shoh Feruz bilan bevosita bog'liq. Sababi shundaki, bu ham hozir tarixda ko'p ko'rsatilmaydi, lekin o'zi oxirgi podsholarimiz Xudoyorxon ham, Shoh Feruz ham, Said Olimxon. Bular hammaligi bolaligi Peterburgda o'tgan, o'sha voyenniy korpusda tahsil olgan. Shoh Feruz o'sha taxtga qaytib kelganda birinchi qilgan ishlaridan bittasi Xorazm maqomini notaga olinglar degan farmon berganlar. Va bu farmonni amalga oshirishga o'sha Pahlavon Niyozga qo'yilgan. Ya'ni bu bilganki, mana nota yozuvi, Yevropacha nota yozuvi barram o'sha tor bilan bog'liq. O'sha o'rta asrlardagi g'oyasi torlarga bog'liq. Shuning uchun Pahlavon Niyozga ham shu g'oya etilgan bo'lsa kerak. Shuning uchun tambur endi maqomi asosiy sozi, o'sha tamburi torlariga moslashtirib yangi nota yozuvi o'ylab topilgan. Va bu harakat bitta yozish bilan cheklanmagan. U 30-yillargacha yozilgan, lekin hech kim qiziqmagandan keyin o'sha muzikachilarning o'yida qolib ketavergan. Mana hozir nechtasi topilyapti. Ya'ni o'sha tambur chizig'i bo'yicha mana himoyalar bo'lyapti. Himoya dissertatsiyalar, ya'ni o'rganilyapti va hokazo. Mana bittasi bizning muzeyda ham saqlanyapti, bitta varianti. Ya'ni o'sha anaqa harakat, o'sha boshlangan harakat 30-yillargacha davom etib o'z-o'zidan yo'q bo'lib ketgan. Men afsuski. Mana shu mavzuga ko'p yil davomida murojaat qilgan mutaxassis sifatida shu jadidlar mavzusini olib chiqish uchun yonib turgan shogirdlarmi, yoshlarmi, yana shu mavzuni davom ettiray, yangi qirralarini ochay degan shogirdlaringizdan, yoshlardan, davomchilardan bormi yoki bu faqatgina sizda to'xtab qolgan mavzumi? Yo'q, albatta. Buni davom ettirganlar albatta bor. Hozir ularni, ya'ni jadidlarni, Fitrat, G'ulom Zafariy, Cho'lponlarni to'la asarlari nashr etildi. Masalan, Fitratda bir nechta bobdan iborat to'la asarlari, G'ulom Zafariyni bir nechta to'plamlari borki, men o'z paytida topolmagan maqolalar ham bor. Men o'z paytida topolmagan haligi materiallar bor. Shuning uchun mana shunga qiziqqan shogirdim Muzaffar Toshpo'latov shu tarafga yo'naltirib yubordikki, uni dissertatsiyasi mana oxirgi yillarda nashr qilingan, oxirgi yillarda o'sha qo'lga ilingan arxiv materiallaridan iborat bo'ldi. Ya'ni u muzika bo'yicha mana shu tarafini oldi va juda ham muvaffaqiyatli himoya qildilar. Demak, albatta bu yangi bir sahifa bo'ldi bu masalada, ya'ni yanada kengroq bilimlar bilan, yanada kengroq haligi nima deydi, yondashuv bilan, ya'ni material ko'p. Xulosalar qilish yanada aniqroq bo'ldi, lekin o'ylaymanki, bu bilan jadidchilikka qiziqish to'xtab qolmaydi albatta. Chunki ularning g'oyalari yana qaytarib o'taman, shunchalik teranki, har bir davr o'ziga kerakligini yanada ochaveradi bularni asarlarida. Hamma davlatlarning ham o'zini do'st dushmanlari bo'ladi. Mana shularga har xil tazyiqlarga javob ham jadidlarning asarlaridan doim topish mumkin. O'ylaymanki, bu doimo dolzarb bo'lib qolaveradi. Hozirgi o'zbek zamonaviy musiqasidagi tamoyillar nimalardan iborat? Hozir jadidlarni shunchalik qilgan mehnatlari ortidagi natijalari haqida suhbatlashdik. Buni ortida qancha merosimizni o'zimizga qaytarib olish haqidagi, xazinalarimizni qaytarib olish haqidagi fikrlarni ilgari surdikda, lekin hozir ana shu xazinalarimiz bir chetda qolib turib, yengil-yelpi nag'malarga oshiqlik davri boshlanmadimikin o'zbek zamonaviy musiqasida? Bu borada qanaqadir tanqidiy fikrlar, qarashlar, chiqishlar, targ'ibotlar kerakmi? Nima deb o'ylaysiz ustoz?
Albatta zamon joyida turmaydi, rivojlanish ketyapti. Mana innovatsion, mana yangiliklar bor. Qaysi ma'noda? Hozir mana masalan yoshlar nihoyatda axboroti ko'p. Qo'lingizda mana hammanglarning telefon bor, bitta bosasizlar, butun dunyoda bo'layotgan narsani bilib olasizlar. Oldingidagi mana kutubxonaga borib kitob qidirish, biron bir narsani anaqa qilish kerak emas. Hamma narsa sifrovani, ya'ni nima deydi, raqamli bo'lyapti. Hamma ma'lumotlar bor. Shuning uchun o'ylaymanki, hozir o'sha madaniyatimizni, bizning madaniyatimiz nihoyatda boy. Mana ming tazyiqlarga qaramasdan o'zbek madaniyati rivojlanib kelmoqda. Mana shuncha 100 yil davomida operalar yaratildi. O'zbekiston kompozitorlik maktabi yuzaga keldi, ya'ni kompozitorlar bor. Milliy opera yuzaga keldi desam hech mubolag'a bo'lmaydi. Hozir mana bizani operani qo'yib, masalan, italyan operasiga taqlid yoki rus operasiga taqlid deya olmaysiz. Bu sof milliy opera yoki simfoniyalar. Kim bilardi bundan 100 yil oldin o'zbek simfoniyasi bo'lishini? Simfoniyalar bor, kinolar uchun soundtracklar bor, hammasini o'zimizning kompozitorlar yaratishyapti. Hammasi sof milliy. Ya'ni madaniyat rivojlanmoqda, madaniyat joyida qotib qolgan emas. Lekin hamma yoqda ham tomoshabin va yuqori san'at, tomoshabin va akademik muzika muammosi hamma yoqda ko'ndalang turibdi. Hamma yoqda, ya'ni ana o'sha murakkab asarlarga tomoshabinni chaqirish qiyinroq bo'lyapti. Chunki hozirgi zamonamizning tezliklari, zamonamizning axborotiga balkim o'sha eski o'sha teatrga odamlarni olib borish yoki opera teatriga odamlarni taklif qilish kabi naqalar qaysidir ma'noda eskirib qolgandir. Balkim buni ham yangi yo'llarini qidirish kerakdir. Balkim o'sha operalarni ham yozib olib, eng nima deydi, jozibali taraflarini tomoshabinga mana o'sha telefonlar orqali yoki o'sha Instagramlar orqali qo'yib berib, yangi shakllarni o'ylab topsa, bitta nima deydi, ozgina joyi yoqsa balkim qiziqib hammasini ko'rishga borar. Ya'ni mana shu taraflarini o'ylaydigan targ'ibotchilar yetishmayapti. Lekin hamma narsa bor. Lekin mana shu o'rtada bog'lovchi targ'ibotchi yo'q. Ko'priklar yo'q. Men masalan aytayman, Germaniyada xo'jayinim ishlaganlarida o'sha yerda yashaganmiz bir necha yil va o'sha Dresdenda mashhur opera teatriga borib bilet olmoqchi bo'lganman. Men bugungi spektaklga menga bilet beringlar deganimda, aytayman, u kassir boshini chiqazib menga qaragan. Haligi nima deyapti, boy oldim. Kim ekan bu nima degani. Keyin bilsam, u yerda opera teatriga 3 oy oldin bilet olinar ekan. 3 oy oldin olmasangiz bilet ololmay qolar ekansiz. Shunchalik talab katta ekan. Buni sabablari nima? Sabablaridan biri shundaki, masalan, Germaniyada ta'lim tizimi shunday qo'yilganki, u yerda muzika darsi maktabdan boshlanadi. Va maktabda haligi muzika darsi bunda rasmiy emas. To'laqonli, mana bizda 5 yillik, 7 yillik maktabda o'tiladigan dars ularda o'rta maktabda o'tiladi. Ya'ni hamma bolalar nota yozuvini biladi. Mani bolalarim ham borgan o'tda maktabga. Shunga nota yozuvini ularga o'rgatishardi. Nota yozuvini biladi. Muzikada hech bo'lmasa 3-4 ta taktni chala oladi. Har bitta odam chunki maktabda o'rgangan o'sha matematika, ona tili, adabiyot fani bilan bir xil muzika fani ham o'tgan. Shuning uchun ular konsertga borganda qo'lida partitura bilan o'tirishi ular uchun tabiiy hol. Advokat bo'ladimi, biznesmen bo'ladimi, qat'iy nazar bemalol partiturani olib, simfoniyani mundoq kuzatib o'tirish ular uchun tabiiy. Shuning uchun bilgan narsasini ko'rish oson. Inson shunday yaratilganki, tushunmaydigan narsani qabul qilmaydi. Sababi shundaki, hech kim o'zini ahmoqman demaydi. Bilmagan simfoniyasiga borib o'tirib, kerak emas menga deb chiqib ketadi. Bilsa eshitadi, tushunsa ko'radi. Shuning uchun talaba anaqa opera teatriga tomoshabin kelmayapti deganni o'zi noto'g'ri savol qo'yilyapti. Bilmaydi. O'zi bilmaydigan narsasiga bormaydi. Biz musiqa bilan tarbiyalanishda yillarimizni boshidan yo'qotib kelyapmiz ekan-da. Ana natijasi. Mana shuning uchun muhtaram prezidentimizning yaqinda aytgan fikrlari, maktabda 1-2 ta sozni chalib chiqsin bolalar degani bu bejiz emas. Bu o'sha Yevropada shu narsani amalga oshirishyapti. Shu narsa oyoqqa qo'yilgan, yo'lga qo'yilgan. Bizda yo'q shu narsa. Agarda maktabdan shuni kirita olsak, o'sha nota yozuvini, o'sha matematika, adabiyot fanlarini qanchalik bilsa, shu muzikani ham shunchalik bilsa,
qiziqish yuzaga keladi. Qiziqishni maktabdan o'rgatish kerak. Bu Bilimni o'zini- berish kerak. Aha. Bu o'zini oqlayaptimi? Ya'ni mutaxassislar yetarlimi shu maktabda har bitta bolani yo'naltirib o'rgatgani? Ana endi mutaxassislarga keladigan bo'lsak, mana bizning konservatoriyamiz bu narsaga mutaxassislarni bemalol yetishtirib bera oladi. Butun respublika bo'yicha mana hamma yoqda maktablar bor, o'rta maktablar. Oxirgi 2 yilda ularning diplomiga o'qituvchi degan so'z kiritildi. Ana endi ularni maktabga olishyapti. Bungacha o'rta maktabga bularni olishmas edi. Vaholanki muzikani mutaxassisi dars bera oladi. Muzikani mutaxassisi o'sha operani ham tushuntira oladi, simfoniyani ham tushuntira oladi. Juda ham maroqli, mazmunli suhbat bo'ldi. O'zim uchun ham, tomoshabinlarimiz uchun ham bir yangi, noyob topilmalarga boy suhbat bo'ldi deb bemalol ayta olaman. Va xulosam shundan iboratki, hozirgi zamonaviy musiqamizda targ'ibot uchun musiqamizni, san'atimizni rivoji va ularni tomoshabinlarga yetkazib berish uchun yangi jadidlar yetishmayapti ekan zamonimizga. Albatta, albatta. Rahmat, qiziqishingiz uchun rahmat, bergan savollaringiz uchun rahmat. O'ylaymanki, bu mavzu endi ko'tarilyapti, hali davomi bor. Davom etadi. Rahmat. Sizga kattakon rahmat ajoyib suhbat uchun va boshqa mavzularda Xudo xohlasa yanada suhbatlarimiz davomiy bo'ladi degan umiddamiz. Katta rahmat. Bemalol. Rahmat.